O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi bilan Toshkent shahridagi Webster universitetining ta'lim dasturini amalga oshirish markazi mas'ullari o'rtasida uchrashuv o'tkazildi. Hozir shu haqda. Endilikda o'zbekistonlik hamshiralar AQShda ham ishlashi mumkin. Bugungi kunda Webster universitetida hamshiralik ishi bo'yicha yo'lga qo'yilgan yangi bakalavriat ta'lim dasturlarida yosh kadrlar o'qitilmoqda. Shuningdek, tibbiyot universitetlarida tashkil etilgan o'rta bo'g'in hamshiralarni malakasini oshirishga qaratilgan qisqa tayyorlov kurslaridan asosiy ko'zlangan maqsad xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan hamshiralar faoliyatini litsenziyalovchi PN-RN test sinovlariga tayyorlashdan iborat. Uchrashuvda ham mazkur imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlarning AQSh, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya kabi rivojlangan mamlakatlarda ish bilan ta'minlash masalasi ham muhokama qilindi. Eng muhim vazifalardan bittasi bu xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarimizni yuqori daromadli kasblarga ishga joylashtirish va ularni tayyor, yaxshi, yuqori malakali mutaxassis sifatida yuborish masalasi topshiriq sifatida oldimizga qo'yib berildi. O'zbekiston uchun yangi mehnat bozorlaridan bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Yangi Zelandiya, Avstraliya kabi davlatlarga yuqori malakali hamshiralarni, yuqori toifali hamshiralarni yuborish masalasi bo'yicha, demak, O'zbekistondagi Webster universiteti bilan hamkorlikka erishdik. Bu O'zbekiston Respublikasi, ya'ni fuqarolariga ushbu ta'lim dasturlarida tahsil olib, keyinchalik demak Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki sanab o'tgan Yangi Zelandiya, Avstraliya kabi davlatlarda to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkoniyatini beradi. Uchrashuv yakunida Webster universiteti va Migratsiya agentligi o'rtasida tibbiyot sohasida nomzodlarni tayyorlash bo'yicha memorandum imzolandi. Unga ko'ra, tibbiyot sohasida tahsil olayotgan talabalar 4-kursni chet ellarda o'qishlari mumkin. Eng asosiysi, ushbu talabalar u yerda yangi texnologiyalar bilan ishlashi, jumladan AQShda yuqori ijtimoiy kafolatlar bilan ta'minlanishi hamda kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Ushbu memorandumni imzolashdan asosiy maqsad agentlik yordamida biz tayyorlayotgan mutaxassislarni tashqi bozorlarda huquqiy tomonlarni kafolatlagan holda ish bilan ta'minlashlariga demak yordam berish, ko'mak berishda o'z oldiga maqsad qo'yadi. Shu bilan birgalikda markazimiz agentlikni taklifi asosida ham yuqori malakali kadrlarga bo'lgan talabni demak tayyorlab berishda ham biz oldimizga o'zimiz maqsad qilib qo'yganmiz. Buni ham amalga oshiramiz. Hozirgi kunda markazimizda 5,5 mingdan ortiq talaba tahsil olyapti va shu 2019-25 yillar mobaynida 4100 ga yaqin demak bitiruvchilarimiz demak mehnat bozorlariga chiqishdi. Rivojlangan mamlakatlarda o'rta bo'g'in hamshiralariga bo'lgan ehtiyoj juda katta. Bu bozorda ishtirok etish uchun men o'ylaymanki, O'zbekistonda yetarli darajada salohiyati ham ta'limiy jihatdan, ham demografik jihatdan yetarli deb o'ylayman. Biz tayyorlab turgan kadrlar ham mahalliy bozorda, ham jahon bozorida o'z o'rnlariga yuqori daromadli mutaxassis sifatida kirib borishlari milliy iqtisodiyotga ham ijobiy samaralar beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina AQShda 2030-yilgacha 1 milliondan oshiq hamshiralarga talab bor. Ularning yillik maoshi 80-120 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Bir yilda oliy malakali hamshiralarga 44 mingta qonuniy ishchi viza ajratiladi.